Polfabrikat qilib olib qo'ysa bo'ladigan balish qilishni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga un va margarin kerak bo'ladi. Uni kroshka qilib olib, qatuga soda va uksus solib aralashtirib olamiz. Va uni kroshkali massaga solib, 2 tuxum chaqib xamir qilib olamiz. Uningiz kam bo'lsa, yana solsangiz bo'ladi. Xamirni 4 ga bo'lib olamiz. Men 2 balish qilmoqchiman. Shuning uchun 4 ga bo'lib oldim. Keyin piyoz va kartoshka, go'sht va ziravorlar qo'shib qiyma qilib olamiz. Iloji boricha dumaloq qilib yoyib olib, oson ko'chishi uchun laganga strich qilib olamiz. Keyin ustiga qo'yib olib, qiyma solamiz. Yana dumaloq qilib yoyib olgan xamirimizni ustidan qo'yib, chetini shunaqa chimchilab, chiroyli tugib chiqamiz. Ustiga tuxum surib, is tushirib olamiz. Buni men polfabrikat qilib, morozikalga muzlatib qo'ymoqchiman. Shundan 2 ta qildim, ikkinchisini pishirib oldim. Shunaqangi chiroyli, mazali bo'lib chiqadi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat.